yordam beringlar, qornim och. Iltimos yordam bering. Qayoqda? Bitta uyim bor, shu yerga pul tashlab ketaman. Bemalol ovqat narsalar olib yurasan. Rahmat. Mana manshet bo'lamizmi degan? Ha, kakras uyim yo'q edi. Mana nima? Non yemay sabzi. Rahmat. Hozir pul berib ketaman. Ha. Ha. Mana kimdaliklar. Rahmat. Endi bor ishimni ishga qo'shib olaymi o'zimni? Ha. Ketdik. Kiyim olib beraymi? Ha. Hozir. Kiyim olib beraman. Bir sen chetda hozir men olib kelaman. Abiga kiyim do'kon. Hop. Biroq menga bitta kiyim berib yuboring, qizil. Okey. Evlat. Ha. Mana kiyim. Wow, kiyim zo'r ekan. Rahmat, men endi qizil bo'laman. Meni ismim Bekjon. Okey, yo'q Bekjon. Senga o'zimga. Sen isming nima? Meniki Creative Boy. Ha, Creative Boy. Ketdik. Men ishlaymiz ekan. Buni bolani ham qo'shib olyapman ishxonaga. Bo'lmishmasam bu ishxonani egasimi? Mana shu bolani ham qo'shib olyapman. Xo'p, mana qo'shmoqlar ekan, kuniga 100 mingdan beraman. Okey. Hey Bekjon, Rahmat. senga 100 mingdan berarkan. Davay ke. Rahmat. Mana menga yo skin qilasan-da sotasan yoki rasm chizib sotasan. Men boshdan chizish boshlayman piksellardan. Oxirida mana tugmani bosasan, yasab o'tirasan. Men chizib oldim va mana bir. Sardor, men chizib oldim. Okey, ertaga 200 mingni men olib ketasan. Va Chizib oldingmi? chizib Mana knopkani bos. bo'ldi. Okey, endi ertaga bu ham 100 mingni berib yuborasan. Okey. Ketdik. Hop. Mana menda yashab tur jindagi keyin ertaga kelib seni olib ketaman. Hop. To'xtab tur. Men hozir. Hozir. Uylar tozalab turamiz biz. Hozir kelaman men. Hop, uylar tozalash. Hey brat, menga bitta qilich berib yuboring. Sardor, temir qilich nechami? 5 ming. Temir qilich deyaptimi qo'lni? Temir qilich nima ekan endi? Mana 5 ming qo'yib ketdim. Okey, meni temir qilichim bor. Nima bu iplar tozalash bilan azob ekan. Okey. Hey brat, qoching. Qoching. Hey, Bekjon bo'ldi. Bu bilan men uxlab tur. Yerga uxlab tur, men ertaga olib ketaman. Uyga boraydi. Buradan. Ketdik, ishxonadan pul olib kelish kerak. Bekjon, yur. Ketyapman. Voy! Oyog'im. Yur. Oyog'im yiqildim. Sekin yur. Pul olib ketgan keldikmi? Bekjon bilan keldik. Keldim. Okey. Bo'ladi men bana. Okey, men bir 200 ming 10, Hop, men qaysilarni olay ekan? Yashillardan nechta olay? Yashil 5 ming. 5 ming tadi. Nechta olay undan? Bilmadim. 100 ming olishdan 5 kere 200 ming, 5 kere 100 ming olsang bo'ldi-da.
5 kere 10 50 bo'lgan bo'lsa 5 kere 20. 20 ta olamiz. Okey. Yur Ha, bo'ldi. Bekjon, yur birgalashib bitta uy sotib olamiz. O'qdik, chakras uyli bo'laman. Mana bitta. Ayvon bayt bo'lmaydi ekan. Mana bitta birgalikda yashaymiz. Mana bitta. Men ham o'zim mana uyda sasib ketdim. Narsalarim bo'ladi, jiqoq. O'qdik, bu yer zo'r ekan. Mana bu web stakini boshqa joyga qo'yamiz. Ketdik, merda oldiga borib kelaylik, pullarimizni berib kelamiz. Hozir. Menga kelgan pulim bor edi, kreditdan 10 mingtalik. Ikkita, lekin men Ana. Ha, bo'ldi. Ner qayerda? Yur, mayatlarda o'ta kerak men. Hop. Qani mer. Hamma ekan mer, suvda cho'milib vaqt sovuqda. Yomg'irda-ya. Mer, to'xtay. Mer. Qani mer? Hamma ekan mer, men video sotmoqchi edim Bekjon bilan. Assalomu alaykum. Mana men ham beryapman. Men ham beryapman. Mana. Ketdik. Kech qolib chiqdi. To'g'rilar tarafga ketdik. Ufti. Qanday bizning ham uyimiz bor. Katta, kengri. Mana hoyda. Voh, chiqdi. Senga kravat yasash olish kerak, sotib olish kerak. Kravat hali hech kim do'konda sotmayapti-da. Direktor menga do'kon qo'ysa yetadi. Men tushlik qolay. Hop, men yarim kecha kun sen qilasan, yarim kecha. Sen men birinchi o'taman, sen oqma. Hop. Hop, birledim. Bekjon, o'tir, yana sen bor. Namasa. Turdingmi? Kechasi meni kimdir do'pposladi, lekin tushimda kimdir do'pposladi. Uyimda ham kimdir do'pposlabdi. Habitlar tekislab qo'yay, mashinalar yoqmayapti. Davlatga ish qilamizmi? Do'stim pul beradi merki. Yo'q, to'xta, endi ish topib ketdik ishimizga. Jo'ra berash qilamiz, yur. Mayli, men maytlar tekislab ketay. Men baribir pul bermaydi, davlatga ishlaganimiz yo'q, yur. Hech nima bo'lmaydi. Tekislaganimiz o'zimizga foyda. Ana, bo'ldi, ketdik. Ishxona qayerda? Hozir nimalar tekstil. Mana ekan ishxona, ketdim. Ketdik. Davay. Assalomu alaykum, men keldim. Va alaykum assalom. O'tirjayinga. Hop, meni Bekjon desangiz bo'ladi. Ha, isming zo'r ekan. Hop, men o'tiray. Kreativ bo'lib Hop, chizishni boshla. Короче, bu rasmni zerikdim. Men Chingizxon rasmini chizaman menga. Men yomg'ir yog'ayotgan tasvirlayman. Piksellab yuramiz. Hop. Men va chizib bo'ldi. Ertaga 200 ming ko'radi. Yo, sen narxing ko'tarildi. Bekjonniki 150 mingga ko'tarildi. Senga 150 ming, menga 250 ming. Yipi! Ertaga olib ketaveramizmi? Ha, men olib ketaman. See you go. Choy ichib olayman. Birata mashina choy ichib olaveram. Bo'ladi, men bo'ladi. Hop, mana bu yerda ichib olamiz. Kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Menga ham obuna bo'linglar, Bekjonga. Yangi kanal ochildingmi? Bo'ldi, ketdik. Qilib qo'yib ochaymi? Yo'q, hop, bo'ldi. Ochib qo'yingmi? Hop, bu yerlardan o'taylik.
Ay, sen nima sotasan? Men qurol yarog'ni har qancha narsani sotaman. Hammasini men bilan olaman. Qani chiroq. Mana. Chiroq nechimi? Bittasi 5000. Okey, men ikkita olaman. Men ham olaman. Mana puli. Oldim. Pulini men berib qo'ydim. Bemalol ol. Ye. Ikkita 10.000 berib qo'yingmi? Ha. Dastaga nechi Bo'ldi. pulcha? Bittasi 500 so'm. 500 so'm? Yo'q, olamiz. Men ikkita oldim. Shuncha pul berdingmi? To'xta. Ye, Menga boyagi sanab qo'ydim. qo'yadi uni. Okey, men Bo'ldi. Men uyimizga qo'yishni boshladim. 4 ta oldim. Puling ko'plik qilar, buni nechimi? O 5000. Okey. Bundan nechta olishim mumkin? Bo'ldi. Chiroqni qo'ydim men. Okey. Kretiboy. Kretiboy. Ha? Men chiroqlarni o'rnatdim. Kelyapman, yuribman. Sen bu tomonga o'rnatsang, mana. Tushundim. Mana. Hali men zo'r narsalar olganman. Sen qoyil bo'lasan. Qani? Polimizga qo'yishimiz O'qdi. mumkin. Qayerga qo'yamiz? Tashqariga medlarimizga qo'yib qo'yamiz. Ha, yoritib turadi. O'zi. Yonib turibdi. Ha, yonib turibdi ekan. Yonib turadi. Qayerga? Oyog'imiz. Virustak ustiga qo'yib. Davay. Bo'ldi. Endi medlarga qo'yib qo'ysak. Hop, men tashqarini aylanib kelaman bitta. Ertasiga tushirib. Hop, bu yerlar ko'rakchi. Hop, tovuq orqasidan ketdim.